Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun men sizlarga shunaqa zo'r narsani ko'rsataman. Kulib maza qilib yuborasizlar. O'zim ham kulib yuboryapman, narx-navolarni eshitib, ertaga $100 bilan biznes boshlasangiz bo'ladi. Oyoq kiyimlarni qaranglar. Haqiqiy oyoq kiyimlarni 60 mingga kelganmiz. Bu narsani sizlarga ulashmasam bo'lmaydi. O'ltirgan oyoq kiyimingiz hamma joyda 70 ming, 80 ming sotilgan oyoq kiyim 32 ming ekan. Nech pul ekan mana? 37 ming. 8 ming. Narx qaranglar arzonligini. Ekan xalq cho'shli ekanda. Qaranglar, bu yoqlarni ko'rsat. Haqiqiy optim joyga kelganmiz. Aka, nech pul yurasizlar? 31 ming. O, 70 minglardicha. Bu qaram nechtalik razmer aka? 6 talik, ha? Monosi aka? 32 ming, ha? Qo'sha bu, ha? Qo'sha ekan, haqiqiy. Suv o'tkazilmaydigan qo'sha ekan. Aka, nech pul bu? 55 ming. Nechtalik razmer? 5 ta. 36 dan 40 ta, ha? Ko'p, ha, bundan, ha? Olib ketishmani ularning ko'raychi. Yetishga oyoq kiyimlar. Narxlarni qaranglar, arzonligini, ha? Nech pul aka bu? Qaramina, mana qaranglar. Mana qaranglar, mana. Ayollarga nech pul bu? 35 ming so'm. Ayollarga oyoq kiyim zo'r ekan, ko'rasizlar, shundan chiroyli. Keching. Mana qarang. Qoraga nech pul bundan? 55 ming. Oxirisimi bu? Oxirisi nechtalik razmer aka? 5 talik. Cheksiz ha? Bundan, ha? Mana qarang, bunisi nech pul? 35 ming. Shu 35 ming ga. Aka, buni qaydan ishlab chiqaryapsizlar? Qaydan topyapsizlar? Yigitlarimiz uchun zo'r krossovkalar narxini so'raymiz. Injiqlar. Injiqlar, mana sifatini qara. Aka, nech pul bu? Ular 88 ming qilib. Nechidan nechigadir aka? 44 razmerli bo'ladi. 40 dan? Dabutin degani mexligi. Mana qarang, ha? Dabutin degani. Bular narxi bir xilmi hammasini? Ha, mana shular qizillar hammasi bir xil. Ayni qizillar 88 ming. Mana qaranglar sifatligini. Lipoy joyida o'zi 150 ming 200 ming. Ha, o'shaqa. Mana bular biz Qishgacha qishga. Mana qarang. zo'r mana. Ularda qochkaga 92 ming qilib beryapti. Qochkaga 92 ga? Bozorda 200 ming yaqin sotiladi. Mana qaranglar, zamonaviy sifatli. Bu narsa ekan, hamma qishga. narsalar. Mana bunaqa mo'llarni ham bor. Aka, asosiy men qarang, har yil sezonda zo'r ketayotgan oyoq kiyim. Nech pul berish aka? Mana shular 50 ming qilib beramiz. 50 ming so'm, ha, mana qaranglar, arzonligini qaranglar. Sizlarga zo'r videoni ulashmasam bo'lmaydi. Mana yangi moda chiqdi, ha? Bu nech pul aka? Bu ham arzon qilib beramiz. Nech pul? 49 ming so'm aka. Alloh boringizga shukr aka. Demak, aka, biznes qilsa bo'ladi. $500 pul bilan zakonniy biznes boshlasa bo'ladi, ha? Boringizga shukr aka. Mazkur nomeringizni qo'yib qo'yaman biz aka. Nomeringiz 77lik 457 52 52. aka, nomerini qo'yib qo'ydik. Optim narxlarda telefon qilaverasizlar, cheksiz. Boringizga shukr aka. Aka, bu narxlarni hech qanday xudo xohlasa. Bandijada 32 ming. 32 ming so'm, ha? Nechtalik razmer? 6 talik. 6 talik, ha? Hammasi bir xilmaydi hozir. Mana boshqacha, bu nech pul? 30 ming. Bular 30 ming so'm. Nechidan nechigadir? 36 qirq. 36 qirq. Cheksiz ha bundan, ha? Mazkur nomeringizni qo'yib qo'ysa, aloqaga chiqsa, bir pul so'rab qolsa nima qilasiz aka? Bu ko'payib ketib qoladi, ichi qoralar g'alati bo'lib qoladi aka. Nomeringizni aytib qo'yib qo'yamiz aka. 90 ming. Aha. 405 Aha. 06 02.